Diqqat aholiga tezkor xabar. Damas mashinasi bor fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Endi Damas mashinangiz poytaxtga kirolmaydi. Yo'llarida harakatlana olmaydi. Barcha Damasi bor fuqarolar videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Endi Toshkent viloyati yo'llarida Damas harakati cheklanadi. Damaslar sonining ko'pligi yaxshi, lekin ular tirbandlik keltirib chiqarmoqda. Zoir Mirzayev. Toshkent viloyati hokimi Zoir Mirzayev hududda Damaslar soni ko'pligi sababli xizmat sifati va tariflarini nazorat qilish qiyinlashganini bildirdi. Endilikda Damaslarning o'rnini bosqichma-bosqich Brutto shartnomasi tizimidagi zamonaviy avtobuslar egallashi reja qilinmoqda, deyiladi xabarda.